Xo'p, boshladik. Birinchi bosqich Kanadaga yoki umuman chet elga o'qishga ketishda birinchi bosqich bu til o'rganish, til sertifikati bo'lishi. Kanada ikki tilli mamlakat, ingliz tili va fransuz tilida gaplashiladi. Juda ko'p universitetlar fransuz tili fakultetlari bor. Fransuz tili bilan ham o'qishga kelsa bo'ladi, lekin aksariyat 80-90% ingliz tilidagi universitetlar hisoblanadi. IELTSdan minimum talab 6.5, 6 asosan bakalavr va kollejlar uchun. Kollej deganda shu yerda to'g'rilab ketay. Bu O'zbekistonda bir vaqtlar maktabdan keyin o'qiladigan, universitetdan oldin o'qiladigan kollejlar emas, balkim kasb-hunarga yo'naltirilgan universitet darajasidagi o'sha 11 yillik ta'limdan keyin yoki bo'lmasam hattoki akademik litseyda o'qigan bo'lsangiz ham O'zbekistonda shundan keyin o'qiladigan o'qish joyi hisoblanadi. Kollej universitet darajasida ko'riladi. Hattoki juda ko'p joylarda kollejlarni universitetlarni kollej deb ham atashadi. Va kollejlar bu siz biladigan kasb-hunar kolleji yoki biz biladigan kasb-hunar kolleji emas, balkim shu universitet darajasiga o'tadigan kollej hisoblanadi. Faqatgina kollejda kasb-hunar o'rgatiladi, ya'ni ilmiy daraja berilmaydi. Asosan kollejlar 3 yillik bo'ladi, lekin juda ko'p kollejlarda bakalavr, 4 yillik bakalavr ta'lim dasturlari ham bor. Magistraturada asosan farq qiladi. Magistraturada kollejda 3 yillik graduate diploma degan dastur bor. Bu degani sizda magistrlik darajasi berilmaydi, balkim graduate diploma beriladi. Graduate diploma ya'ni ma'lum bir sohani mutaxassisi degan ma'noda beriladi. Xolos, IELTS 6 yoki 6.5 talab etiladi. IELTSdan demak minimum darajada 6 bo'ladi. Xo'p, IELTSdan juda ko'p vaqtini sarflab, oldin bu haqda aytganman. Juda ko'p vaqtini sarflab 8 yoki 7.5, 7 olish shart emas. 6.5 balli bor bola 9 ball olgan bola bilan bir xilda ko'riladi. Ya'ni IELTS sizga minimum darajadan ko'p olganingizda hech qanaqa ustunlik bermaydi. Yoki Duolingo topshirsa ham bo'ladi. Duolingodan 90dan 120 ball oralig'ida universitetlarda talab yuqoriroq, kollejlarda 90 ball bilan ham o'qishga kirish mumkin. TCF, TEF bu fransuz tili sertifikatlari hisoblanadi. Fransuz tili bilan Kanadaga kelmoqchi bo'lganlar biladigan bo'lsa, B2 daraja yoki B2 daraja olish yetarli. Ba'zan ba'zi sohalarda C1 daraja so'raladi. Demak, birinchi qilishingiz kerak bo'ladigan narsa bu til sertifikatini olishingiz kerak bo'ladi. Til sertifikatini olganingizdan keyin keyingi bosqich bu yo'nalish tanlash va universitet kollej topish. Bu jarayon endi eng muhim jarayon hisoblanadi, chunki har bitta bola deylik bakalavrda yoki magistraturada o'zi uchun to'g'ri yo'nalish tanlash kerak. To'g'ri yo'nalish deganda bu birinchi navbatda uni to'g'ri kelajagiga ta'sir qiladi va Kanadada bu soha bo'yicha ish topish osonmi, bu soha bo'yicha talab qanaqa va boshqalar. Lekin undan ham ko'ra eng muhim jihatlardan bittasi bu Canada.ca veb-sayti bor, Kanada hukumati veb-sayti. Mana shuni yozib qo'yishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Canada.ca bu Kanadaga kelmoqchi bo'lgan, Kanadada immigratsiya qilmoqchi bo'lgan, Kanadada o'qimoqchi bo'lganlar uchun eng asosiy, hattoki Kanadaga vizaga topshiriladigan veb-sayt ham hisoblanadi. Shunda DLI ro'yxat bor. DLI bu ingliz tilida Designated Learning Institution List. Bu degani Kanadada o'qishni bitirgandan keyin Kanadada qolib ishlashga ruxsat beradigan ishchi viza olish mumkin bo'lgan universitetlar ro'yxati. Ya'ni ba'zi bir
universitetlar yoki kollejlar sizga o'qiganingizdan keyin Kanadada qolish imkoniyatini bermaydi. Aynan shu DLI listda bo'lgan universitetlar yoki kollejlar Kanadada qolib o'qishingiz mumkinligini imkoniyatini beradi. Bu degani agar siz topshirmoqchi bo'lgan universitet shu ro'yxatda bo'lsa, demak siz o'qishni bitirgandan keyin bemalol 1 yildan 3 yilgacha eng kamida Kanadada qolib ishlashingiz mumkin. Bu sizga ishchi viza beradi. Va keyinchalik agar to'g'ri yo'nalish tanlab, to'g'ri yo'llarda davom etayotgan bo'lsangiz, ko'proq muddat qolishingiz ham mumkin. Bu endi keyinroq. Xo'p, Kanadada top universitetlar. Top universitetlar University of Toronto yoki Kanadada Toronto deydi. Demak, Toronto universiteti. Bu Kanadaning birinchi raqamli universiteti hisoblanadi. Keyin British Columbia, McGill, Waterloo va University of Windsor. Windsor bu meni shahrimda joylashgan universitet. University of Windsor ham top universitetlar ro'yxatiga kiradi. Xo'p, keyingi qilishingiz kerak bo'ladigan ish, bu veb-saytni bekorga yozib qoldirmaganman. O'sha veb-saytga kirib, o'sha veb-sayt orqali o'qishga topshirish ma'lumotlarini topishingiz kerak. O'ylaymanki, agar siz birinchi bosqichdan o'tib bo'lgan bo'lsangiz, ya'ni ingliz tilini o'rganib bo'lgan bo'lsangiz va ingliz tilidan sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, bu ma'lumotlarni topish sizga qiyin bo'lmaydi. Har bitta veb-saytiga kirib, application requirements, admission requirements, ya'ni qabul qilish talablari qanaqa va kontrakt to'lovlari qanaqa bo'ladi, grant olish imkoniyatlari qanaqa, shular haqida har bitta universitet veb-saytida ma'lumotlar bor va har bitta universitetni til sertifikatlari bo'yicha ham talablari har xilcha. Masalan, Windsor universitetida magistratura uchun 6,5 ball talab qilinadi. Hech qaysi IELTSdan 6,5 ball talab qilinadi va hech qaysi bandi 6 dan past bo'lmasligi kerak va 6 ballik bittadan ko'p band bo'lmasligi kerak. Bu degani, masalan, siz 2 ta 7, 2 ta 6 bo'lsa, sizni IELTSingiz 6,5 bo'ladigan bo'lsa ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Kollejlar haqida gaplashamiz. Mashhur hamda qabul qilinish foizi yuqori bo'lgan kollejlar. Kollejlarga o'qishga kirish osonroq, universitetlarga kirishga qaraganda tabiiyki talablari pastroq hisoblanadi va kollejlar orqali dunyo bo'ylab juda ko'p insonlar Kanadaga kelib, shu yerda migratsiya qilishni kollejlar orqali amalga oshirishadi. Chunki juda ko'pchilikda maqsad migratsiya bo'ladi, o'qish emas va kollejlarni past kontraktda ekanligi va o'qishga qabul qilish foizi yuqori ekanligi juda ko'pchilikka qulay imkoniyat yaratadi. Quyida Ontariodagi eng ko'p talabalarni o'qishga qabul qiladigan 5 ta kollej nomini yozib ketdim. Demak, 3-bosqich. Demak, siz o'qish topdingiz, deylik, shartli ravishda Windsor universitetini tanladingiz va Windsor universiteti magistraturasida Master of Computer Science, misol uchun, Computer Science bo'yicha o'qishga topshirishni niyat qildingiz. Ana endi o'qishga topshirish jarayoni, kerakli hujjatlar haqida gaplashamiz. Kerakli hujjatlar. Birinchisi, avval o'qigan joyingizdan diplom va baholar, diploma and transcript, demak, diplom va transkriptlar olish kerak va ularni tarjima qilish kerak. Va professional tarjima qilish kerak bo'ladi. Yuqori reytingli universitetlar, West degan veb-sayt bor yoki tashkilot bor Kanadada joylashgan. Aynan West orqali tarjima qilishingizni talab qilishadi. Bu qo'shimcha $120 $180 atrofida adashmasam to'lovi bor. Ularga diplomingizni jo'natasiz. Ular diplomingiz baholarini ko'rib, ularni Kanada tizimiga moslab tarjima qilib berishadi. World Education Services, West juda ham mashhur servis bilan hamma joyda so'ralmaydi.
ba'zi universitetlar so'raydi. Ba'zi universitetlar O'zbekistonda qilingan tarjimalarni ham qabul qiladi. Agar siz xuddi menga o'xshab bakalavrda ingliz tilida o'qitiladigan ta'lim universitetida o'qigan bo'lsangiz va sizni baholaringiz va diplomingiz ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, unda tarjima qilishingiz shart emas. Shundoq diplom va baholarni o'zini topshirsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi talab til sertifikati, bu haqida gaplashdik. Uchinchi talab motivatsion xat. Motivatsion xatda nega shu universitetga bormoqchisiz, nega shu yo'nalishda o'qimoqchisiz, o'qishdan keyingi maqsadlaringiz qanaqa, o'qish davomida qanaqa maqsadlaringiz bor, universitetga nima bera olasiz, universitet sizga nima bera oladi va xullas mana shu haqida yozishingiz kerak bo'ladi. Motivatsion xat ham muhim rol o'ynaydi o'qishga kirishda. To'rtinchi tavsiyanoma. Tavsiyanoma biz uchun yangilik bo'lishi mumkin, chunki bizda bu hujjat so'ralmaydi universitetga o'qishga kirishda. Bu oldin o'qigan joyingizdan, ustozlaringizdan yoki magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, ba'zida ishlagan joyingizdan, sizni rahbarlaringizdan tavsiyanoma xati so'raladi. Kamida 2 ta so'raladi. Science-ga bog'liq yo'nalishlarda asosan akademik so'raladi, ya'ni faqat ustozlardan. Biznesga bog'liq sohalarda bitta akademik, bitta professional, ya'ni bitta ishlagan joydan so'raladi. Masalan, MBA da o'qimoqchi bo'lsangiz, Master of Business Administration bo'ladigan bo'lsa, unda bitta akademik, bitta professional. Master of Science in Economics da o'qimoqchi bo'lsangiz, unda 2 ta akademik so'raladi. Resume master uchun asos so'raladi, bakalavrda resume so'ralmaydi, chunki bakalavrdagi bola o'z maktabdan kelayotganligini tushungan holda resume shart emas. Portfolio ba'zi sohalarda so'raladi, asosan art sohalarida va kompyuterga oid sohalarda. Pasport nusxasi, qo'shimcha hujjatlar, agar sizda qanaqadir olimpiadalarda yutuq bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir extracurricular activitylar bo'ladigan bo'lsa, bu demak katta plus bo'lishi mumkin, yoki qo'shimcha sertifikatlar bo'ladigan bo'lsa, masalan SAT, ACT yoki GMAT yoki GRE. Va application fee. Application fee eng juda ko'pchilik yoqtirmaydigan nuqta, xususan menga ham yoqmaydi, chunki har bitta topshirgan universitetingizga ma'lum miqdorda application fee, ya'ni hujjat topshirish to'lovi to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu to'lov sizni o'qishga kirgizib qo'ymaydi va bu to'lovni qaytarib olib bo'lmaydi. Ya'ni bu to'lov shunchaki siz o'sha universitetga o'qishga topshirganingizda sizni hujjatlaringizni ko'rib chiqish uchun sizdan olinadigan summa. Har xil universitetlar har xilcha bo'lishi mumkin. Misol uchun, qaysi universitetlarda arzonroq, qaysi universitetlarda o'sha universitet reytingiga qarab qimmatroq bo'ladi. Bu shuningdek random, ya'ni ko'pchilik tavakkaldan topshirayotganlar sonini kamaytirish, topshiruvchilar sonini kamaytirib, balkim faqatgina shu universitetga jiddiy ravishda o'qishga kirishni qiziqadiganlarni ko'rib chiqish uchun qo'yilgan deb o'ylayman. Va tabriklayman, o'qishga kirdingiz. Ana endi vizaga topshirish jarayoni boshlanadi. O'qishga kirgandan keyin eng muhim jarayon bu vizaga topshirish, viza olish jarayoni. Kanada da o'zbeklar soni juda kam, afsuski. Bu birinchi navbatda boshda aytganimdek, Kanada o'zbekistonliklar uchun juda ham mashhur manzil emas, borib o'qish uchun yoki borib yashash uchun. Endi mashhurlashyapti va men bundan juda ham xursandman, chunki juda ham oilaviy yashashga juda ham yaxshi davlat. Xo'p, yana bitta boshqa sababi o'zbekistonliklar kam bo'lganligini, bu juda ham rad javob berish foizi ko'p ekanligi. Afsuski, shunaqa bir statistika bor. 2016-yildan 2021-yilgacha bo'lgan oraliqda atigi 11% o'zbekistonliklar Kanadaga viza olishgan. Bu degani har deyarli topshirgan 9 ta odamdan bittasiga viza berilgan, 8 tasiga rad javobi berilgan degan. Bunga asosan 2 ta sabab bo'ladi. Birinchi navbatda o'sha moliyaviy tarafdan hujjatlarni to'g'ri ko'rsatilmaganligi, ikkinchi tarafdan
to'g'ri tushuntirish xati yozilmaganligi. Bu haqda quyida gaplashamiz. Demak, birinchi kerakli bo'ladigan hujjat kimda kim ingliz tilidan tushunmayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Juda ko'p narsalarni ingliz tilida, o'zbek tilida aralashib yozganman. Ingliz tilidagilarni o'zbekchada tarjima qilib tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi demak, letter of acceptance. Bu o'qishga kirganligi haqida hujjat, universitet beradi buni. Va ikki xil bo'ladi. Conditional offer yoki unconditional offer. Juda ko'p vaziyatda unconditional offer beriladi, chunki unconditional offerda universitet, ya'ni kontrakt to'lovi to'lash talabi qo'yiladi. Kontrakt yoki depozit. To'lov to'lash talabi qo'yiladi, u to'lov qilingandan keyin sizga conditional offer jo'natiladi. Keyin demak, qabul qilinganligi to'g'risida xat emailga keladi. Uni kontraktni to'lash kerak bo'lsa, kontraktni to'laysiz va keyinchalik final offer yoki conditional offer olasiz. Bu degani demak, yakuniy taklif o'qishga kirish to'g'risida va yoki o'sha final offer bo'ladi. Ikkinchisi tuition fee payment. Bu kontrakt to'lovi, cheki, kontrakt to'laganligi to'g'risida dalil, isbot. Buni ham topshirishingiz kerak vizaga. Buni o'qishga jo'natasiz va viza uchun olib qo'yasiz, skaner qilib. Va uchinchisi eng muhim hujjat, mana shu yerda juda katta e'tibor berishlaringizni so'ragan bo'lardim. Statement of purpose, SOP yoki letter of explanation ham deyiladi. Motivatsion xat elchixona uchun. Kanada elchixonasida suhbat bo'lmaydi. Misol uchun juda ko'pchiligingizning xabari bor, Amerika elchixonasida suhbat bo'ladi. Suhbatda viza taqdiringiz hal bo'ladi yoki 5 daqiqa ichida yoki viza olasiz yoki olmaysiz. Kanada sal boshqacharoq. Kanadada suhbat bo'lmaydi. Aynan suhbatni o'rniga mana shu hujjat talab qilinadi. Statement of purpose. Bu nima o'zi? Bu sizni Kanadaga nima uchun bormoqchisiz? Maqsadingiz va ikkinchi qismi, eng muhim qismi, Kanadadan O'zbekistonga qaytib kelishingizni isbotlab berishingiz kerak. Ya'ni nima uchun o'qishni bitirgandan keyin O'zbekistonga qaytib kelasiz? Undan keyin nima ish qilishingiz bilan hech kimning ishi yo'q, lekin o'sha xatda O'zbekistonda qaytib kelishingizni isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. Shu hujjat eng muhim hujjatlardan biri hisoblanadi. 50% dan ko'proq balkim muhimlik darajasi, hattoki boshqa hujjatlaringiz zaif bo'ladigan taqdirda ham, agar aynan statement of purpose kuchli bo'ladigan bo'lsa, viza olib ketish ehtimoliniz bor. 4-chi hujjat bank statement and sponsors. Bank hujjatlari, ya'ni bank hisobingizda yetarlicha pul bor ekanligi va kim sponsorlaysiz. Ya'ni bu o'zingiz bo'lishingiz mumkin. Bank statementga qo'shimcha ravishda kim sizni moliyalashtiradi, ya'ni kim sizni qo'llab-quvvatlaydi moliyaviy tarafdan. Agar o'zingiz bo'ladigan bo'lsa, ish haqqingiz, yillik daromadingiz, yana qanaqadir qo'shimcha mol-mulkingiz bormi? Masalan, nomingizda uy bormi, nomingizda mashina bormi yoki qanaqadir qo'shimcha mol-mulkingiz borligini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Xullas, viza uchun kanadalik ofitserga siz isbotlab berishingiz kerak. Siz 1 yilda $20,000 o'qishda o'zingiz to'lab o'qiy olasiz va har oyi taxminan $1,500 xarajatlaringizni qoplay olasiz. Bu degani taxminan yiliga $38,000-40,000 xarajatlarni o'zingiz qoplay olishingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Juda ham ko'p summa qo'yish har doim ham to'g'ri variant emas. Doimo o'z daromadingizdan va sponsorlaringiz daromadidan kelib chiqib summa bankda ko'rsatishingiz kerak. Kichik maslahat, 6 oylik viza kartadagi tranzaksiyalarni ko'rsatadigan bo'lsangiz, imkoniyati oshadi viza olishingiz. 5-inchisi provincial attestation letter. Bu yaqinda qo'shildi, taxminan 1,5 yil oldin. Endi o'qishga kirganligingiz to'g'risida hujjatdan tashqari o'sha borayotgan provinsiyangizdan attestation letter olishingiz kerak. Bu provinsiyadan xuddiki o'qishga kirish qo'shimchasi. Buni internet orqali olsa bo'ladi. O'sha provinsiyaning veb-saytiga kirib ma'lumot olishingiz mumkin. 6-inchisi pasport.
muddati o'tib qolmasligi kerak. Viza berish jarayoni ichida, ya'ni agar siz bakalavr 4 yil ketayotgan bo'lsangiz, pasportingiz muddati o'tishi kamida 4 yildan ko'proq bo'lishi kerak. 7-si biometrics, barmoq izi topshirish. Bu juda ko'pchilik ni boshida xursand qilib yuboradigan narsa. Afsuski, buni vizani chiqish-chiqmasligi umuman aloqasi yo'q. Har bitta topshirgan odam onlayn viza topshirgandan keyin ertasi kuniga yoki topshirishi bilanoq xat keladi portaliga, ya'ni biometrics topshirish to'g'risida. Bu borib barmoq izlaringizni topshirib kelasiz. O'zbekistonda afsuski hozircha yo'q. Voha tarafdagilar Tojikistonga borishsa bo'ladi, Vodiy tarafdagilar Qirg'izistonga, Toshkentdagilar Qozog'istonga borishsa bo'ladi. Xullas, qayer yaqinroq bo'lsa, o'sha joyga borib barmoq izi topshirib kelishingiz kerak bo'ladi. Buni viza tasdig'i degani emas, faqat jarayonni boshlanish nuqtasi. Va har xilcha formalar, asosan IMM 1294, ya'ni shu forma to'ldiriladi. Ba'zida Schedule 1 degan formasi ham bor, uni so'rab qolish mumkin. Asosan mana shu forma student viza uchun talab qilinadi. Hamma hujjatlarni topshirganingizdan keyin kutish jarayoni boshlanadi. Eng og'ir jarayon. Kutish vaqti kimgadir 2 haftadan boshqalarga 6 oygacha davom etishi mumkin. Buni umuman bilib bo'lmaydi. Kam kutdi yo ko'p kutdi degani viza olish ehtimolini pasaytiradimi degan savolga ha, lekin yo'q deb ham javob berish mumkin. Ba'zi holatlarda ko'p uzoq cho'zilib ketsa ham viza ehtimol balkim past bo'lishi mumkin. Boshqa jarayonlarda ba'zida viza ofitserlarni esdan chiqib ketib qo'ygan holatlaringiz ham bo'lishi mumkin. Shunaqa paytlarda internet orqali yozib so'rab turishingiz kerak bo'ladi. Demak, portalingizga medical request haqida ma'lum talab keladigan bo'lsa, bu degani 99% viza chiqdi degani. 99% ga medical requestni Toshkentdagi Medical International Hospital topshirsangiz bo'ladi. Shundan keyin medicallar jo'natganingizdan keyin taxminan 1-2 hafta ichida passport request qiladi. Bu degani vizangiz chiqdi degani. Tabriklaymiz. Kanadaga talaba vizasini oldingiz. Bu degani study permit oldingiz degani emas. Bu shunchaki Kanadaga kelish imkoniyatingizni beradigan viza. Kanadada aeroportda immigration officedan study permit olishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha shular. O'ylaymanki, umumiy Kanadaga qanaqa qilib o'qishga kelish haqida ma'lumotlarga ega bo'ldilaringiz. Kimda savol bo'ladigan bo'lsa, balkim qaysi nuqtalarda tez gapirib yuborgan bo'lishi mumkin. Iltimos, kanaldagi oxirgi post ostida yozib qoldiring. Mavzudan tashqari bo'lgan savollar bo'lsa ham, balkim biladigan bo'lsam javob berishim mumkin. Hammaga omad tilayman. Kanadaga kelishlaringni juda ham xohlayman, chunki juda ham yaxshi imkoniyatlar bor mamlakat. Kimda kim tushunmay qolgan bo'lsa, savollarni yozib qo'ying. Xo'p, Ulug'bek davom etadi. Do'stim, Germaniya haqida gaplashamiz endi. Assalomu alaykum barchaga. Xo'p. Aziz, ekran ko'rinyaptimi menda? Ko'rinyapti. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Bugun Aziz haqiqatan magistraturada o'qiyotgan bo'lindi. Ancha ko'p yaxshi ma'lumotlar berildi. O'zi ikkalamizda ham ma'lumotlar umumiy jihatlari ko'p. Ba'zi farq qiladigan joylari bor. Lekin unchalik katta emas deb o'zim bilaman, shunaqa. Unchalik katta farqlari yo'q. Xo'p, boshlaydigan bo'lsak, Germaniyada magistratura. Xo'p, kuchli ta'lim tizimi, xalqaro diplomga ega bo'lishingiz mumkin. Magistratura diplomni olib, butun dunyoga yo'llar ochiladi keyin. O'z sohangiz bo'yicha keta olasiz keyin, xudo xolasa. Xo'p, Germaniyada
universitetlar juda ko'p. Endi universitetlar tarixi judayam ular uzun. Shulardan eng to'plardan biri bu LMU Myunih universiteti. Bavariyada joylashgan. TUM bu ham Bavariyada joylashgan. Bu mana shu. Undan tashqari Heidelberg universiteti bu ham o'sha Germaniyaning janubida joylashgan. O'zi Germaniyaning janubi har tomonlama rivojlanishda oldinda deb bilsak bo'ladi. Chunki tarixiy shaharlari juda ko'p. Yashash uchun yaxshi. Keyingi slaydga o'tdim. Menimcha endi ko'rinyapti. Az shunaqa. Aziz, xabar qoldirasan menga. Keyingi slaydga o'tdimi? Yaxshi. Shunaqa top universitetlar LMU, TUM, Heidelberg universitetlari. Ular uchala universitetlar ham Germaniyada top hisoblanadi. Juda mashhur, juda tarixiy universitetlar desak ham bo'ladi. Asosan Heidelbergni men juda ham tarixiy universitet degan bo'lardim. Chunki Yevropadagi eng eski, eng qadimiy mashhur universitetlardan biri Heidelberg universiteti. 1300-yillarga to'g'ri keladi. Shunaqa. Xo'p, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, Germaniya umuman Yevropa asosan talab qilinadigan akademik talablar yoki mana hozir Azizbek ham aytib o'tdi, unda qanday talablar kerak degan joyda. Birinchi navbatda agar magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, albatta bakalavr diplomi majburiy kerak bo'ladi. Germaniyada magistratura uniylarni Germaniyadan tanlasangiz agar, unda Anabin sayti orqali uningizni, ya'ni o'sha universitetni tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. U joyda har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun H+ bu tan olingan uniylar, bu H- tan olinmagan uniylar ro'yxatida kiradi. Xususiy universitetlar asosan H-, o'shaning uchun bu narsaga xususiy universitetda o'qiyotgan talabalar bunga ozgina diqqatliroq bo'lishi kerak. Ba'zi universitetlarni ko'rganman, endi Akfa Medline'ni ko'rganman, o'sha H+ turgan edi Anabin saytida. Undan tashqari yana hozirgi kunda shaxsiy universitetlar juda ham ko'payib ketgan O'zbekistonda, o'shaning uchun buni bir tekshirib, keyin magistraturaga hujjat taxlashni reja qilsa bo'ladi. Xo'p, bakalavr davrida o'sha o'qigan davringizda olgan baholaringizda bizda baholash sistemasi biroz boshqacharoq bo'lgani uchun xalqaro yo'nalishga chiqqaningizdan keyin GPA nimasi bor, baholash tizimi bor. O'sha baholash tizimi orqali siz o'z baholaringizda bir unga solib ko'rishingiz mumkin, to'g'ri keladimi yoki yo'qmi. Bunda bir eng yuqori baho Sehr gut deyilgan, juda ham yaxshi. 1.625 yaxshi deyilgan. O'zi 2.5 dan yuqorisi o'sha magistratura uchun qulay hisoblanadi. 2.5 dan yuqorilari magistraturaga topshirsa arziydi. Xo'p, shunaqa. Keyin kerakli bo'ladigan hujjatlar yana yuqorida aytib o'tdik. Bakalavr diplomi ilovasi GPA dan o'tkazib olishingiz kerak, to'g'ri keladimi yo'qmi? Til sertifikati albatta borayotgan davlatingizga qarab. Asosan endi ingliz tilida ham topsa bo'ladi ko'p sohalarni, lekin ko'pchilik universitetlar nemis tilida o'tiladi. Lekin ingliz tilida yo'q degani emas, ingliz tilida ham bor magistraturalar. Magistratura darajasi qanaqa desangiz, bunda B2 dan boshlanadi. Asosan lekin B2 deyish xato, C1, C1 ko'plab universitetlar. IELTSda bo'lsa, IELTSda 6.5 dan boshlanadi.
IELTSda o'sha sertifikatingizga qarab, mana shu 6,5 dan yuqori, endi qancha yuqori bo'lsa shuncha yaxshi. Baholaringizga qarab topshirsangiz bo'ladi. CV bizda asosan resume deb juda mashhur. CV'ngizni bo'lishi kerak. Motivatsion xat, nima uchun sizda nima motivatsiya qildi, nima uchun sizda tanlash kerak, o'shanaqa ma'noda o'zingizni xohishingizni ularga alohida ajratib turishingizni bildira olishingiz kerak. Tavsiya xati bu o'qigan universitetingizda tomonidan beriladigan professor, dotsent, shular tomonidan beriladigan tavsiya xati desak, bu talabamiz shunaqa yaxshi nima qilingan, yaxshi o'qigan, shunaqa ma'nodagi tavsiya xati desak ham bo'ladi. Undan tashqari pasport nusxasi, rasm, ariza formasi, bular endi juda ham mayda hujjatlar bo'lgani uchun har o'ningni o'z saytiga kirib tekshirib ko'rish kerak bo'ladi, chunki har bir o'ningda alohida shartlari bo'lishi mumkin. Xo'p, Germaniyadagi bular talablar haqida gaplashib chiqdik. Til sertifikatlariga keladigan bo'lsak, endi nemis tilini olib qaraydigan bo'lsak, Goethe, Testaf, DSH, Telk. Hozirgi kunda O'zbekistonda bor bo'lgan sertifikatlar, men faqat Goethe, Testaf va Telkni bilaman. DSH hozircha yo'q, adashmasam. Bu sertifikatlarni O'zbekistonda bemalol olish mumkin. Markazlari bor. Asosan lekin magistratura uchun topshirmoqchi bo'lganlar o'rtasida Testaf sertifikati juda ham mashhur. Testaf baholash sistemasi o'sha Germaniyani universitetlariga moslashtirilgan desak bo'ladi. O'sha o'qilinadigan, topshiriladigan materiallar, o'rganiladigan so'zlarda ham o'sha magistratura universitet uchun moslashtirilganligi bilinib turadi o'zi. Kim agar Testafdan xabari bor bo'lsa. Baholash sistemasi Testafda biroz boshqacha. Bunda 3, 4, 5 o'sha 3 ta baholash tizimi bor. 4 dan yuqori darajadagi Testaf sertifikatlari magistraturalar uchun juda qo'l keladi. Shunaqa. Qo'shimcha talablar har bir universitetni o'z yo'nalishiga qarab, sohasiga qarab farq qilishi mumkin. Siz tanlagan sohalarga qarab o'zining shaxsiy talablari bo'lishi, ichki talablari bo'lishi mumkin. Shunaqa. Bunda har xil ilmiy ishlar, maqolalar yoki o'sha portfolio deymiz, o'shanaqa yig'ilgan narsalar bilan o'zingizda boshqa talabalar, boshqa topshiruvchilar, nomzodlar orasidan siz o'zingizni yanada yaxshiroq ekanligingizni ko'rsatish uchun kerak bo'ladi bunaqa qo'shimcha hujjatlar. Aynan mana shu portfolio, xalqaro maqolalar, shunaqa. Bu ham juda ham yaxshi. Hozirgi kunda lekin bizda juda ko'p maqola chiqaradigan joylar chiqib ketgan bizda O'zbekistonda, lekin ularning hammasi ham xalqaro darajada o'tmaydi. Ba'zilari shunchaki biznes uchun qilingan, talabalar o'rtasida biznes uchun qilingan qog'oz, shunchaki qog'ozga yozib beradigan tashkilotlar deb bilaman ba'zilarini. Xo'p, Germaniyada umuman Yevropa yoki boshqa chet davlatlarda o'qish davomida moliyaviy talablar albatta mavjud. Nima uchun desangiz, bu moliyaviy talablar talaba o'sha o'qish davomida qiyinchilikka uchramasligi uchun, ya'ni moliyaviy jihatdan. Albatta hamma narsaga pul kerak, yeb-ichish, yurish-turish, qatnash, shunaqa ma'nodagi shular uchun kerak bo'ladigan pullar. Hozirgi kunda Germaniyada 11.900 qanchadir yevro beradi. Endi bu asosan 12.000 deb olamiz, 12.000 yevro. Bu nima o'zi degan ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Blockshot, Sperkonto deydi nemischasida. Sperkonto yopiq hisob, o'zbekchasiga tarjima qiladigan bo'lsak, yopiq hisobga siz 12.000 yevroni nima uchun qo'yasiz? Bu Germaniyada magistraturada o'qiyotganingizda bu
universitet kontrakti emas. Bu o'zingizga qaytib keladigan pul. O'sha 1 yil davomida sizni bu страховка qilib turish uchun Yevropa sizni tan oladi. Ha, bu o'zini ta'minlay oladi bemalol. Bu o'qishda hech qanaqa qiyinchilikka uchramaydi. O'zini страховкasi uchun qilinadigan narsa. Har oyda 900 qancha yevrodan qaytarib olasiz. O'zingizga qaytib keladi bu pul. Oldinlari eshitganman, pulni bir marta qo'yib olib, o'sha elchixonaga hujjatlar topshirish davomida bank shotda pul borligini ko'rsatib, keyin u pulni yana qaytarib olish imkoniyatlari bo'lgan. Undan xabarim bor, lekin hozirgi kunda bu narsaning iloji yo'q. Aynan Yevropada bu narsaning iloji yo'q. Boshqa davlatlarda ma'lumotim yo'q. Xo'p, stipendiyalar bor. Germaniyada magistraturada o'qishingiz uchun endi stipendiyaga universitetga hujjat topshirish boshqa, stipendiyaga hujjat topshirish boshqa. Bu ikkalasi boshqa narsa, lekin o'sha stipendiya sizni birinchi navbatda siz o'qishga kirgan bo'lishingiz kerak, undan keyin stipendiyaga hujjat topshirsangiz bo'ladi. Bu stipendiyalar mana shu sizni yuqoridagi 12,000 yevroingizni qoplab beradi. Ya'ni siz yopiq hisob qo'yishingiz shart bo'lmaydi agar mana shu stipendiyalardan birini yutib olsangiz. Bu juda ham mashhur bo'lgan stipendiyalardan biri Germaniyada DAT deydi nemislar. Shu stipendiyasi bor. Undan tashqari O'zbekistonda El-yurt umidi jamg'armasi bor. Bundan ko'pchilik xabari bor. Amerika ko'plab davlatlarga magistratura, bakalavrga yuboradi. Shunaqa. Undan tashqari Germaniyada o'zi umuman Yevropada, Amerikada ham, Kanada ham shunaqa. Menimcha Aziz bu haqda ma'lumot aytmadi. Germaniyada ishlash imkoniyati bor. Talabalar bakalavr o'qisa ham, magistratura o'qisa ham ishlash imkoniyati bor, lekin qonunan cheklangan soatlar bilan, ya'ni haftasiga 20 soat. Haftasiga 20 soat ishlay olasiz. Bu ish soatida sizning oyligingiz boshqa ishchilarga nisbatan biroz kamroq bo'ladi, lekin shu 20 soat ishlash davomida siz o'zingizni bir oylik xarajatlaringizni o'zingiz qoplay olishingiz mumkin. Lekin bitta narsani eslatib o'tishim kerak. 20 soat haftasiga ishlab ham o'qish bu mana bunaqa aytilayotganda oson bo'lishi mumkin, lekin real hayotda oson emas. Hamma ham o'qib, ishlab, bir xillar ba'zilarini eshitaman, hozirgi kunda juda ko'payib ketgan. Bu haqda ko'plab kritikalar ham bo'lgan. O'qishga ketgan talaba uyiga pul yuborishi haqida juda ko'p kritikalar bo'lgan. Men tavsiya qilgan bo'lardim. O'qishga kelgan talaba o'zini qoplashga, o'sha o'zini ehtiyojlarini qoplay oladigan darajada ishlab pul topib, ortib qolgan vaqtini o'qishga sarflashini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki ertaga o'qishni bitirgandan keyin u talaba ofitsiant yoki tozalovchi bo'lib yoki sotuvchi bo'lib ishlamaydi. U o'z sohasida ishlasa, nur ustiga a'lo nur. Shunday, yuqorida gaplashib o'tdik. Germaniyada o'qish, universitetlar magistraturada o'qish tekin, lekin joyda semestr to'lovlari bor. Bu semestr to'lovlariga o'sha talabaning o'zining ichki ehtiyojlari kirib ketadi. Ya'ni bu 150 yevrodan 400 yevrogacha bo'lishi mumkin. Bu degani 1 yilda 300 yevrodan 800 yevrogacha bo'ladi. Bu semestr to'lovi, lekin buni kontrakt deb qabul qilish kerak emas. Bu ichida talabaga kerak bo'lgan narsalar universitet tomonidan chegirmalar tarzida qilib beriladi. Shunaqa. Xususiy universitetlar ham bor Germaniyada. Xususiy universitetlar pullik. Mana buni xususiy universitetlarni albatta kontrakt asosida deb ayta olamiz. Endi universitet turiga qarab, joylashuviga qarab o'sha kontrakt summalari ham farq qilishi mumkin. 10,000, 7,000 yevrodan boshlab undan yuqoriga qarab ketaveradi.
Xo'p, Germaniyada o'qish mavzusi haqida qisqacha shunaqa edi. Menimcha, aziz shunaqa ma'lumotlar Germaniyada o'qish haqida. Yo'q, uni o'chirib qo'yamiz. Endi vizaga topshirish masalasi bu boshqa masala. Har o'sha elchixona saytiga kirib, kerakli bo'lgan hujjatlarni alohida bir-bir ko'rib chiqib, keyin topshirsa bo'ladi. Marketingolog juda ko'p ma'lumotlar bo'ldi. Rostdan ham o'zim ko'z kuzatib turib, ba'zi bir nuqtalarni men o'zimni Kanada haqidagi ma'lumotlar orasida esdan chiqarib qo'yganligimni ko'rdim. Masalan, ishlash haqida talaba bo'lib turib, Kanadada 24 soat haftasiga ishlasa bo'ladi. 24 soatdan ko'p rasman ishlagan taqdirda keyinchalik o'qishni bitirgandan keyin muammo bo'ladi ishchi viza olishda. 24 soat ishlasa bo'ladi va yana bitta gapiga qo'shildim. Kanadada talaba sifatida ishlab uyga pul jo'natish haqida o'ylamaslik kerak, chunki imkoni yo'q bu narsani. O'qishni ham ishni bir vaqtda olib ketish imkoniyati faqatgina yarim stavkada ishlagan holda o'zini xarajatlarini yopib yurishi mumkin. Shunday. Xo'p, kimda savol bo'ladigan bo'lsa, post ostiga yozib qolding. Post ostiga yozib qolishingiz mumkin. Bizda yana qolgan rejalar bor. O'qishga kelish masalalarda shunaqa. Bu haqda keyinchalik kanalda kuzatib boring. Qiziqarli e'lonlar bo'lib qolishi mumkin. O'ylaymanki, bugun kim Germaniyaga yoki Kanadaga o'qishga ketish haqida bugun qo'shilgan bo'lsa, o'zi uchun hech bo'lmaganda bitta yangi ma'lumot ola oldi. Agar shunaqa bo'lsa, xursandmiz. Hammaga qaysi davlatga borishdan qat'iy nazar omad tilaymiz. Kollej haqida so'rabdi. Aziz savollar qarang. Kollej haqida savol berishdi. Kollejlar haqida. Xullas, kollejlar universitetdan bir pog'ona past turadigan oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Bu avval aytganimdek kasb-hunar kollejlardan farq qiladi. Shunchaki kollej deb atalishning sababi kollejlarda ko'proq practical skilllarga, ya'ni praktiskiy nimalarga ko'proq urg'u beriladi. Va kontrakt arzonroq bo'ladi kollejlarda, o'qishga qabul qilinishi osonroq bo'ladi. Bu tarafdan yutasiz, boshqa tarafdan yutqizasiz. Yutqizadigan tarafingiz viza olish imkoniyati kollejga kirgan odamda universitetga kirgan odamga nisbatan sal kamroq bo'ladi. Chunki viza ofitserlari buni bilgan holda salgina bu imkoniyatni kamroq baholaydi. Boshqa tarafdan kollejda o'qish bu juda ham zo'r yo'li Kanadaga migratsiya qilishni. Göttingen universitetichi deb savol beribdi Temur. Adashmasam, menimcha tarixiy yoki nufuzi haqida savol bo'lsa kerak. Göttingen universiteti yuqorida aytib o'tgan o'sha misol Heidelbergga solishtiradigan bo'lsak, undan Heidelberg Göttingenga qaraganda tarixiyroq va nufuzi Germaniyada balandroq. Ya'ni men Heidelbergni nazarda tutyapman. Ham yuqoridagi aytgan o'sha 3 ta TUM, LMU, keyin Heidelberg universitetlari top 100 talik ichida turibdi. O'sha 58 adashmasam, xullas 100 talik ichida. Xo'p. Keyingi savol, farmatsevtika tugatganman bakalavrda. Shu yo'nalish bo'yicha qanday o'qish? Kanada haqida aytadigan bo'lsak, agar masterga kelsa bo'ladi, pharmaceutical sohalarda, faqat shunaqa programlarni topish kerak, lekin bu biroz murakkabroq, ya'ni medical sohalarda boshqa oddiy sohalarga nisbatan o'qishga kelish. Universitetdan topgan holda
talablarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda maslahat berardimki, Google'ga borib yozing top pharmaceutical programs yoki faculties in Canada va o'shalarni bitta-bitta ko'rib chiqing, qanaqa talablari bor, boshqalari. Agar sohangiz shu sohada o'qigan bo'lsangiz, GPA'lar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilidan sertifikatingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'qishga kirishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy boshqa sohalarga o'xshab o'qishga kirish oson. Faqatgina qarang, tezis programmami yoki oddiy programmami. Shu taraflari ham muhim. Aziz, farmatsevtika haqida men ham biroz qo'shimcha qilib o'tay. Yevropa haqida. Hozir sendek Amerika qit'asi o'ylayapsiz, menda Yevropa. Xo'p, Germaniyada farmatsevtika bilamiz, tibbiyot sohasida bo'lganlar juda Germaniyaning tibbiyot o'sha farmatsevtika sohasi juda mashhur. Magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, ha, bo'ladi, bo'lmaydi emas. Faqat o'sha yuqorida aytib o'tgan jihatlarimizga e'tibor berib o'tasiz. Nima hujjatlar kerak, qanaqa daraja, ingliz tili yoki nemis tili, o'shalar haqida bir qator o'rganib chiqasiz. Xo'p, Temur yana savol beribdi. Topshirmoqchi edim shu bahorda. GPA 3,5 biroz o'ylantiradigan baho. GPA 3,5, AL 7,5 yaxshi yomon emas. Biomedical engineering, bu biomedical engineering bu meni orzuyimdagi bir sohalardan desam bo'ladi. Yaxshi ko'raman, chunki kelajak tibbiyotning quruvchilari desa bo'ladi, biomedical engineering. Bu juda ham Temur uchida izlangan bola ekanligi bilindi biomedical engineering haqida. Topshirsangiz bo'ladi, Temur. Yana bitta savol o'tkazib yubordik. Ingliz va nemis tili haqida gapirdingiz. Bu savol senga bo'lsa kerak. Misol, meni savolim, shu universitetda 2 til bo'ladimi yoki qaysi til qulay, ya'ni ishonchli debdi. Tushundim. Abduazim bizni eshitayotgan bo'lsa, hozir o'zini shu universitetda 2 til bo'ladimi yo qaysi til qulay? Tushundim. Xullas, Abduazim, universitet 2 tilda bo'lmaydi. Siz o'zingiz qaysi tilni tanlagan bo'lsangiz, misol sizda qaysi til sertifikati bor desak, aniqroq aytadigan bo'lsak, sizda qaysi til sertifikati bor bo'lsa, o'sha 6,5 dan yuqori nemis tilida C1dan yuqori C1 darajada bo'lishi kerak. O'sha qaysi sertifikat bor bo'lsa, o'sha sertifikat bilan universitetga topshirasiz va siz o'sha til bo'yicha o'qiysiz. Ishonchli deganingizda endi savolingizni aniqroq tushunmadim. Ishonchli deganda ikkalasi ham ishonchli bu joyda. Imkoniyatlar desangiz agar, ikkalasida ham imkoniyatlar yetarli. Ingliz tili bilan to'g'ri, ingliz tili bilan misol uchun nemis tili bilan siz Kanada universitetlariga topshira olmasligingiz mumkin yoki Amerika universitetlariga. Lekin ingliz tili bilan topshira olasiz. Mana shu tomonlama farqlarni ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, Timurda yana bitta savoli, biomedical engineeringga qabul qilar ekanmi, GMAT yoki SAT so'rab qolmasmikan Germaniya degan. Adashmasam, GMAT yoki SAT qismi haqida. SAT asosan bakalavr uchun AQShda so'raladi. GMAT magistratura uchun AQShda biznes shkolalarda so'raladi, MBA uchun. Balkim Timur GRE so'rashi mumkin. GRE chunki science based bo'lganligi uchun, endi men biladigan tarafimda aytib ketsam, balkim ulug'da Germaniya haqida bunga to'g'riroq javob berishi mumkin. Yo'q, menda GPA deb bilaman, Temur GMAT va CIT ni xabarim yo'q. Lekin Aziz aytayotgan ma'lumotlari o'xshadi, lekin Aziz sen aytyapsan biznes maktablari uchun. Ya'ni GMAT va SAT qo'shimcha Amerika universitetlari so'raydigan testlar hisoblanadi. Shu GRE balkim so'rash mumkin, lekin katta shubha bilan aytamanki, Germaniyaga bo'lsa GRE so'ramasa kerak. Aziz hozir
Menda ekran ko'rinyaptimi, Aziz? Ko'rinyapti. Xo'p, men hozir magistratura uchun yoki talaba uchun kerak bo'ladigan moliyaviy jihatdan qilinish kerak bo'lgan ishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Yo'q, bu 9 oy mobaynida ekan mana. Aniq ma'lumotni sizga ko'rsatib o'taman hozir. Mana moliyalashtirish. Xo'p, Germaniyada 992 euro, ya'ni har oyiga sizga qaytib keladi. Bu bir jami degani, men boya yuqorida 12.000 euro deb umumiylashtirib aytib ketdim. 11.904 euro qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha yopiq Sberkontoga, blokshotga. Shu hisobda sizga har oyda 992 euro qaytarib beradi sizga, o'sha o'zingizni ta'minlashingiz uchun. Endi qancha xarajat ketadi degan savolingizga mana shu 992 euro sizga bemalol yetadi. Hozirgi kunda Germaniyada o'zim misol qilib aytadigan bo'lsam, boringki to'q juda ham yaxshi yeb ichaman, yuraman nima qilib desangiz, 300 euro yeb ichishga o'ziga ketib qolyapti. Undan tashqari endi talaba bo'lib kelgan kishi, talabalar yotoqxonasida turadi. Ular joyga qarab, joylashuviga qarab har xil bo'lishi mumkin. 350-400 euro atrofida. Yana shunday, undan tashqari qo'shimcha xarajatlaringiz chiqib qolishi mumkin. O'shalar hammasi bu Germaniyani o'zi siz uchun buni hisoblab qo'ygan. Bir insonga nimalar kerak bir oyda va u qancha summa, minimum qancha summani qo'ysak biz u o'sha o'zini ta'minlay oladi deb ular o'zlari hisoblab chiqishgan. Bir nechta, bu bir kishining fikri emas, bu o'sha hisoblab chiqilgan va 992 euro bir oyga olingan o'rtacha. Shunaqa. Yana bitta savol bor. Germaniyada tibbiyot, xususan xirurgiya ordinaturasi haqida ham ma'lumot berib ketsangiz bo'lardi. Ulug' Germaniyada ordinatura haqida umumiyroq agar ma'lumot bo'lsa. Germaniyada Germaniyada ordinatura haqida. Germaniyada ordinatura umumiy ma'lumot beradigan bo'lsam 6 yil davom etadi. 6 yil. Sohani turiga qarab, yana bu cho'zilishi mumkin yoki kamayishi mumkin. Yoki oddiy terapevtik sohalarda 5 yil, xirurgik sohalarda 6 yil bo'ladi. Endi Germaniyada agar ordinaturada, endi ordinatura deymiz, ha to'g'ri, bu O'zbekistonda ordinatura deb aytiladi. O'zbekistonda ham hozirgi kunda xuddi shunday ham ishlab turadi, ham ishlab oylik olib va yonida o'qishi davom etadi. Oxirida keyin katta imtihon bo'ladi, ya'ni o'sha tor soha bo'yicha imtihon bo'lib o'tadi. Germaniyada ham xuddi shunday, lekin O'zbekistondagidek 2 yillik emas, bu joyda 6 yil ishlab va yonida o'qishingiz kerak va o'sha 6 yildan keyin imtihonni topshirib, undan keyin siz tor mutaxassislik sertifikatini yoki o'sha darajasini olishingiz mumkin. Umumiy ma'lumot shunaqa. Undan tashqari hali yana suhbatlar qilishimiz mumkin bu borada. Rahmat kattakon. Agar savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Agar hech kimda savol bo'lmaydigan bo'lsa, unda xulosa qilib yakunlasak ham bo'ladi suhbatimizni. Hammaga rahmat vaqt ajratib eshitganlar uchun. O'ylaymanki, xudo xolisa yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. Savollar bo'lsa, kanallarimizda guruhlarimiz bor. Kommentlarda savollar yozib qoldirishingiz mumkin. Javoblar beramiz xudo xolisa.
Albatta bemalol savollaringiz bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin. Kanallarimizda qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Hammaga omad. Keyingi suhbatlarda yana ko'rishguncha.